Tabiatning bu kabi go'zalliklardan bahramand bo'lish insonga zavq bag'ishlaydi albatta. Ammo sovuq kunlarda xavfsizlik masalalariga e'tiborni kuchaytirish zarur. Qish mavsumida aholi xavfsizligini ta'minlash, yong'in va favqulodda vaziyatlarning oldini olish maqsadida yurtimiz bo'ylab keng ko'lamli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, joriy yilning dekabr oyi respublikamizda yong'in xavfsizligi oyligi deb e'lon qilinib, uning doirasida turli o'quv mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Ohangaron tumanida bo'lib o'tdi. Qish faslida isitish vositalaridan noto'g'ri foydalanish, gaz va elektr jihozlariga beparvolik bilan munosabatda bo'lish yong'in xavfining ortishiga sabab bo'lmoqda. Shu bois aholining xavfsizlik madaniyatini oshirish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri sanaladi. Yong'in xavfsizligi oyligi doirasida Ohangaron tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan keng qamrovli o'quv amaliy va profilaktik tadbirlar tashkil etilmoqda. Bunda ishlab chiqarish va qurilish obyektlarida xodimlarga texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etish, favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish tartibi yuzasidan batafsil tushuntirishlar berilmoqda. Shuningdek, hamkor tashkilotlar bilan birgalikda mahallalarda uyma-uy targ'ibot ishlari olib borildi. Fuqarolarga isitish uskunalari va gaz jihozlaridan xavfsiz foydalanish, dud bo'ronlarni mavsumiy tozalash, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berildi. Bundan tashqari, tuman hududidagi Ohangaron gaz taqsimlash obyektida mas'ul xodimlar ishtirokida maxsus o'quv mashg'uloti o'tkazilib, yong'inni bartaraf etishda birlamchi o't o'chirish vositalaridan to'g'ri va samarali foydalanish bo'yicha zarur tavsiyalar yetkazildi. Ohangaron tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan o'tkazilayotgan mazkur tadbirlar aholi o'rtasida xavfsizlik madaniyatini yuksaltirish, favqulodda vaziyatlar profilaktikasini kuchaytirish hamda yong'in va boshqa xavf-xatarlarning oldini olishga xizmat qilmoqda.